Alayda birleştiriş maşinesi. Neymiş bu oldu? Tazım bir. Ulan uruşmağla dep ne çıkıdım dedim. Lekin doim uruşudu. Nima? Aslida o ikisi uruşup dikende, ular davamlı uruşuversa, o ikisini birleştiriversek uruşmaydi emasmi? Mening bir yaxshi amalim bor. Qarab turinglar, ha? Darajadan tashqari birlashtirish mashinasi. Avval ishga ufchini mushuk bilan ishning beshiga qo'yinglar. Shundaqmi? Mushundaqmi? To'g'ri, endi knopkani bossaqla bo'ladi. Şodingdan ulan yo'qib ketdi-ku. Ansirmang, qani men qarab boqay, ya. Bek yaxshi bo'ldi, shundaqmi? Xo'sh. Yana shunda xalita narsani olibsiz. Bu narsa nada xalita? Bu degan qimmat narsa. Bu men uchun aytganda pulni isrof qilganlik. Yana kelib uyimiz kichik tursa, buni nada qo'yamiz? Tez olib qaytarib yeting. Dodam bek bechora ekan. Bir amal tepib uningga yordam qilaylik. To'g'ri, yiliqi mashinani shiltayli. Opa, bundoq ochiqlanmang bo'lamdi. Bu ishni-chi menga topshiring. Shodingdan tayyor bo'ldingmi? Ha? Bu ufchini buningga ulaylik. Yana bir uchini munchining ostiga ulayli. Ulab bo'ldim. Endi bu ikki narsani birlashtirib o'taylik. Dodo, yuyindigan so'ng tayyorlab Tez qo'ydim. kirib yuyinib dada. Ishtamanglar, mening hozir yuyingim yo'q. Kirib yuyinib oling. Bu. Nima degan rohat. O'zimni arab davlatlariga berib qolgandek his qilyapman. Bu qanday ish? Bu Dadasi, ko'zingizni iching. Bek yaxshi bo'ldi. Mana shunday baxt nisb bo'ladi ekan. Qani keling. Bu nim qilganingiz? Sizlarga nim bo'ldi? Ha? Dodambek uzun yuyinib peshi aylanib qolgan o'xshaydi. Yana boshqa narsalarni aralashtirib boqayli. O chaqda uyimiz texmi azada bo'ladi. G'alati ish. Chang to'zon sumirish mashinasini qo'ygandiman. Shodingdan chang to'zon sumirish mashinasini ko'rdingmi? Men uni axlatchiligi bilan birlashtirib etdim. Buniki axlatlarni chelakka tashlamasaqmi bo'ladi? Bek qolaylik. Oy, g'alati ish bu. Ha, yaxshi bo'ldi. Ko'p narsani birlashtirib yetayli. Dadam bilan opam cho'qim bizdan rozi bo'ladi. Sizlarga ko'p rahmat. Shundaq. Hamma narsalar bak qulaylik bo'pti. Rahmatimni bildirish uchun sizlarga narsa o'qilay. Dodo opa, sizlarga rahmat. Ha, mushundoq ko'p praniklarni menga berdinglarmi? Rahmat sizlarga. Televizor yo'qtirdi-ku. Televizorni nada qo'ydinglar? Dodo, televizor oya turmandi. Qayerda? Qarang. Mana bu yerda. Televizor bilan ishkab birlashib qopdi-ku. Bu buningga faqatlik yo'namidim. Kechiring, bir nimani ilib olay. Men televizorni ko'ramidim. Birdan ko'msingizning bo'pti. Men yerib o'layli dedim. Bu dazmal bag'ali. Ilgirkidan sal ig'irlab qolgandek his qilyapman. Voy, to'xubka. Kuyib qoldi. Bu soqol og'ushqa nim bo'lgandi? Qandoq bek qulaylik bo'ptimi? Mushundoq bo'lganda saqalag'ich bilan chaqmoqni tang shiltalaysiz. Toshon, radio qayerda bilamsan? Hurmatli radio anglag'uvchilar, yaxshimisizlar? Sen radio bilan telefonni birlashtirib atdin. Qiziq ish. Tonlatqu Opa, to'ng'atqu bu yerda. Opsiya, ehtiyot qiling. Men hojatxona bilan to'ng'atquni birlashtirib etdim.
Daşın, Şodindan, sizler beni kılaymıqallaştırıyorsunuzlar. Çaqchaqlığını çeki buludu. Tezden nəslərini əsə aldığı əkə qoyunlar. Aslida ularni xo'shal qilay degandim, biroq yana til angladim. Pranikmi yo'q chiqdi. O'yinchoqlarmi yo'q chiqdi. Men texi buni yaxshi amal deb o'ylabdiman. Pranikdan birini ekirdim, ishqilay yerimdan yangla. Bu sizlarga berilgan jazo. Nima? Oralni bir tal pranikmi? Men hargiz yerimni yemayman. Men yemayman. Ha, to'g'ri. Biz yiliqi birlashtirish mashinasini ishlataylik. Daşın tayyorlanib bo'ldingmi? Tayyorlanib bo'ldim. Boshlaylik. Ya, g'alaba qildik. Doshing bilan Shodindan olishib, Doshing Shodindan bo'ldi. Hozir ikkimizning badani bir bo'ldi. Ha, bo'ldi. Mushundaq qilib narsani ishga kirishning hojati yo'q. Bak yaxshi bo'ldi. Nima degan tanlik? Yeb bo'ldik. Endi chiqib o'ynaylik, ha? Yo'q, men hozir uxlayman. Yo'q, men chiqib o'ynayman. Yo'q, men uxlayman. Ular o'zaro so'qishyapti, nima? Men chiqib o'ynayman. Men chiqib o'ynayman. Meni qo'ying. Bo'ldi, ana qo'ying. Meni qo'ying. Taqdir ish bo'ldi. Meni qo'ying. Odamsiz aral paydo qilish. Nimishqa bundoq bo'ladi? Mening parcha pullarim ozlab qopdi-ku. Shodindan. Meningmi ozlab qopdi. Men kirib ularga norozilik Norozilik bildiraylik. Nima? Bu oyliq tamoq chigilgan pulimni aziltamsiz? Chunki bu oydan boshlab uyning ijara haqi o'sar ekan, shunga biz ba'zi xarajatlarni ozlatmasak bo'lmaydi. Shunday qilaylik. Agar o'zimizning uyi bo'lgan bo'lsa, uy ijarasi to'lashimizning hojati yo'q edi. Uy sotilish undoq oson ish emas. Hozir yer sotmoqmi bek tas tursa. Yermi bek qimmat. Ha, rost. Senda yer paydo qiladigan mashina yo'qmi? Yana qamashmagan gap qilib turding-ku. Paydo qilgan yerni nega qo'yamiz? Albatta yerga qo'yamiz. Ha, rost qamlashmoqdek. Mening dengiz bo'yiga berib o'ynag'im kelyotdi. Meningmi shu? To'g'ri, biz dengiz ustiga yer paydo qilaylik. To'g'ri, yangi oroldan birini yassaqla bo'ldi. Biroq rostli yasig'il bo'lamdi. Dengiz ostidan vulqon etilib chiqsa qig'il bo'ladi. Biz avval ketishmilarga to'plashgan joyni tepishimiz kerak. Ketishmilatqa deganing erib ketgan tashlag'u deyman. Xata, ketishmilatqa yenik bo'ladi. Vulqon yer ostidan etilib chiqqanda ketishmilatqalarni suv yuziga laylab chiqadi. Biz avval ketishmilatqa yerni tepishimiz kerak. Gaplaringning hech qaysini tushunmadim-ku, Shodindan. Bu yanataq balvig'i. Tokioga eng yaqini. Mana bu yanataqkan. Biz berib izlab baqaylik. Shodindan, men suv uzlamayman bilsan-ku. Buningdan ham qimma. Bu suv ostida havoda nafaslangan bo'ladigan nafaslanish naytisi. Bu dengiz ostidagi suvning badaniga bo'lgan besimni azaytiradigan malham. Ay, tamakini bundaq yerimdan cheksa, faqat xumardan chiqmaydi ekan. Dada, uzoq qolmayla, tamakini butun chekelaydigan bo'lasiz. Uy ijarasini to'lamaymiz. Rostlayapman. Men bugun tanikini qonug'idek o'ynamasam hisob emas. Men bugun bir okop yasayman. Men qilmoqchi bo'lgan ishning oldida sening ishinglar qanchalik ish edi? Ha? Biz mango. Siz yozmoqchi bo'lgan u orolning cho'ngligi qanchalik bo'lsa bo'ladi? U etilib chiqqan ketishmilatning cho'ng kichikligiga bog'liq. Bu yerda qilsak muvaffaqiyat bo'ladigan qiladi. Bu ketishmilatni o'lchash asbobi, ketishmilatni bayqislar ovoz chiqadi. Biz bu orolni yasab bo'lgandan keyin ozroq yerni boshqalarga bo'lib bersak bo'lamdi. Ha? Albatta bo'ladi. Hay, to'xta. Xubodak bilan shopuni qandoq qilsam bo'lar? Hay, to'xtab tur. U ikkisi doim meni bo'zaq qiladi. Biroq u ikkisini ayirib qo'ysam ko'nglim unmaydi. Ularga 3 kvadrat metr yer berib beray. Jinshanga 1000 kvadrat metr yer beray. Shunda qilsam uningga xilil yiqilisha olaydi ekanman. Qandoq? Texich topolmadik-ku. To'yga qilmasang qanday ketishmilatni topmoq unda oson emas. U orolga Doshing baxtsi deb ism qo'yaylik. Hay, bundoq desam Shodindan 100 kilometrlikman. Bo'lmasa Doshing Shodindan baxtsi deb qo'yaylik. Sening qaysisi muvofiq ekan? Voy, joni erib ketdim.
Sen faqat sevirchan emaskansan. Dengizning asti shundoq bepoyon tursa. Ha, mush yerda borkan. Qandoq qilsak vulqon itilib chiqadi. Qaytish milobqini pirkib chiqarish mashinasi. Bu mashinani qandoq ishiltimiz? Bo'ldi. Avval toshlarni eritish to'g'risini ishiltimiz. Shuning bilan qaytish milobqilar yer ostidan itilib chiqadi. O'tlar itilib chiqadigan bo'ldi. Bu yerdan tez ketaylik. Buningga yana bir necha kun vaqt ketadi. Biz Tokio bilan kichik orol o'rtasiga metro o'rnatayli. Mushundaq bo'lganda 10 minutda yetib boralaydi. Daşın baxtısının baldırak bitişini arzu qılıman. U yerga uy sağanda o'zimga 20 kvadrat metrlik uy sağızman. Ha, to'g'ri, dadam bilan opamga bir kitobxona va bir yotoq uyni sağızib berman. Daşyo, ilgari seni xafa qiladigan nurg'un ishlarni kutganman. Meni kechirgin bo'lamdi, sendan o'tinib bola meni kechirayotgin. Undaqda bizni qatnashsak bo'lamdi. Tashon baxtisi degan qandaq narsa? Uni keyin bilib qolasizlar. Yana qanchalik saqlaymiz? Hozir ko'rdiğinizlar atiganlik xabarlar programmasi. Eng avval sizlarga yangi bayqalgan orol to'g'risida xabar beramiz. Bugun atigan biraylan Basang oroldan 40 kilometr yiroqlikdagi dengiz yuzida yangidan paydo bo'lgan bir orolni bayqadi. Ekranda ko'rsatilgani orolning tik uchardan tortilgan surat. Qara, ishimiz bitibdi. Berib ko'rib kelaylik. Bizning orolimiz shu ekan. Daşın bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Uyni o'toqning ustiga solayli. Tuz yerga kaltak top maydon yasayli. Yana ko'ngil etish maydoni solayli. Bundaq tangri joyga nimani salsak bo'laverdi. Bir gap qilyaptamda nima? Mumkin emas, biroq yanilib berib qarab boqaylik. Bu yerga men avval kelgan. 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 Ko'pchilik diqqat, tezdan bu oroldan ketinglar. Yaponiyaga tava dengiz zaminida paydo bo'lgan orolning hammasi davlatning zamini bo'ladi. Hey Daşyo, bizni taqozo qilavermay tezdan Daşyo bog'chisini ko'rsatgil opamamsa. Tezroq qapiring. Daşyon, Nima ish? o'tganda degan heliqi yangi yer teqib bitmidimi? Shodingdan, opamga osmonga bir poch yer yasab beygina. Izitqu tayfun bo'rni. Bu tayfun bo'rni bek qattiq chiqdi. Bu tayfun bo'rnining chiqqani yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Bu bo'ronlarni yig'adigan uskuna. Buning ichida har xil bo'ronlar bor. Tunugunki tayfun bo'rnini yig'ib oldim-a? Sana azroq chiqarib ko'rsatib qo'yay. Shodingdan, buni nimaga ishiltdi? Buning ishlanadigan o'rni bakchiq. Men bo'ldi tog'a. Tunugunki tayfun bo'ronining ta'siridan mashinam o'tolmay yotadi. Men sizga mashinangizni ishtirishib beray. Siz rolni obdan tuting. Hey bu. Buni bo'shtirasakli bo'ladi. Rahmat sizlarga.
Aslida buni motor o'rnida ishlatkili bo'ldi ekan. Sürütü bek tez bo'lib ketmasa hech qanday chatak chiqmaydi. To'xta! To'xta deyman! Bu iflos o'g'ri! To'xta! To'xta! Oyjon! Ha, qochib ketdi-da. Taqchitaga buni o'rnatib qo'ysammi, uningga yetishib olaysiz. To'xta! To'xta! O'g'rini tutib oldi. O'g'ri har qancha tez yugursa-mu, buningdan tez yugurolmaydi. Tününkü tayfun bo'rini nurg'un daraxtlarning yo'pirmog'ini tushirib Biz yetibdi. buning bilan tozalaylik. Bu yer bek pokiz bo'lib ketdi. Buni supurgi o'rnida ishlatganim bo'ladi. Bek qulaylik gap. Hey, Dashu! Qo'lingdagi qandoq narsa u? Qarsam qiziqarlikdek qiladi. Akila, men o'ynab boqay. Bo'lmaydi. Buni qalaymiqan o'ynasang bek Bu xatarlik. pissiq. O'ynab boqsam nima bo'ladi? Akila! Voy! Bu nima degan kuchli shamol? Bak qo'l tusgan jumu. To'g'ri, biz bu shar bilan osmonga chiqsak bo'ladimi? Ha, yaxshi gap. To'g'ri, yaxshi taklif. Shodindoq biz sinab boqaylik. Ichidagi tayfun bo'rini ehtiyot qiling, ha? Ala, sen mi ehtiyot qil, ha? Amis men avval uchay. Bu yani azroq bo'shdi etay. Men uçtum. Biz bundan so'ng aysh puchayli. Bu yerni bo'shdi bitay. Taşım aldığımızdaken. Onaga yetişip olaylik. Taşım. Jinshong, men saqlab turinglar. Hey, to'xtab turinglar. Ha, eskiligini qara ularning. Meni qo'shyapmabdi. Ha, nima degan rahat. Bek qolgan. Ha, bak yaxshi bo'ldi. Bu eshib qolgan tayfun bo'rini tugigacha ishlatib yetaman. Qubodak, ko'pchilik, biz tezroq kuchaylik, tez bo'linglar. Apa? Qutuldiryapman, apa? Qubodak! Uningga hargiz yetishmagidekmiz. Bo'ron tugigicha qubodak to'xtamay uchidi. Apa? Apa? Aç! 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 O tünögün yerim keçigacha uchdi. Shunga zulqan bo'p qopdi. Kim uni unda xatarlik ishni qilsin debdi.